elektron $16 chiqarishga qo'ydik do'stlar. Demak do'stlar, hisobimizga mana 49.9 ya'ni elektron kelib tushgan $16 do'stlar. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, sizlar bilan internetdagi pul kanal do'stlar. Videoni diqqat bilan oxirigacha o'tkazmasdan ko'rsangiz, albatta sizlarga juda ham bir pul ishlash strategiyasini ko'rsatib o'taman. Videoni diqqat bilan oxirigacha o'tkazmasdan ko'rishni tavsiya qilaman do'stlar. Videoga bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin do'stlar. Biz boshladik. Demak do'stlar, Telegram guruhimizning manzilini mana shu videoning opsiyasida va kommentariyasida yozib qoldiraman do'stlar. Guruhimizda esa bu saytning manzili bor do'stlar. Trompik sayti 100% to'lab kelayotgan sayt do'stlar. Video davomida sizlarga puli to'laganini ham, ya'ni kirib tushganini ham ko'rsatib o'taman. Demak, biz kirib oldik, hozir hisobimdaman. Sizlarga qanday qilib bu saytdan ro'yxatga o'tish va kirib pul ishlashni o'rgatib o'taman do'stlar. Diqqat bilan tomosha qilib turinglar do'stlar. Videoga bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin do'stlar. Hozir internetimiz ishlab tursa, sirasi sizlarga qisqa muddat ichida qanday qilib pul ishlab chiqarib olishni o'rgatib o'taman. Diqqat bilan tomosha qilinglar videoni do'stlar. Обязательно bitta videoga bitta like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Xo'p, Telegram guruhimda manzil bor. Manzil ustiga marta bosganingizda sizlarda hozir shunaqangi oyna hosil bo'ladi. Internetimizda biroz muammo bo'lyapti. To'g'ri tushunasizlar degan umiddaman do'stlar. Xo'p do'stlar, manzilni ustiga marta bosganingizda bizda shunaqangi holat hosil bo'ladi. Bu yerda birinchi qatoriga ismingizni yozasiz, ikkinchi qatoriga elektron pochta manzilni yozasiz. Uchinchi qatoriga esa parol o'ylab topasiz. To'rtinchi qatoriga mana shu yerga uchinchi qatoriga yozgan parolingizni to'rtinchi qatoriga takroran yozasiz. Bu qismiga tegmaysiz va mana bu yerdan kapchani terasiz. Mana buni ustiga marta bosib rekapchaga o'tkazsangiz oson bo'ladi. Kapchani terib turib, signal tugmasini ustiga marta bossangizlar do'stlar, sizlar ro'yxatga o'tasizlar. Ro'yxatga o'tganingizdan keyin sizlarda mana bunaqangi oyna hosil bo'ladi, login. Ya'ni bu yerga kirib o'sha ro'yxatga o'tgan elektron pochta manzil va parollarni yozasizlar. Yozib, mana bu yerda kapchani rekapchaga o'tkazasizlar va kapchani terib olasizlar. O'sha rekapcha osonroq sirazi tasdiqlab yuboradi va login tugmasini ustiga marta bossangiz do'stlar, saytga kirib olasizlar. Ya'ni boshda ro'yxatga o'tib, o'sha ro'yxatdan o'tgan elektron pochta manzili va parolni kiritsangiz saytga kirgizadi ekan. Demak, kirganimizdan keyin bizda shunaqangi oyna hosil bo'ladi. Birinchi bo'limlarni barchasini tushuntirib o'taman. Sizlar ro'yxatga o'tganlarda sizlar stone bo'limida bo'lasizlar. Bu yerda levellari bor, ya'ni stone levelda bo'lasiz. Men hozir silver levelidaman. Stone levelida siz soatiga 0.001 trix ishlab olasiz. Ya'ni bu yerga o'tib, mana bu yerga kapchani terasiz. Men hozir silverdaman, menga soatiga 0.06 trix ishlab beradi do'stlar. Kapchani terib olaman. Bu sarmoyasiz ishlash bo'limi do'stlar. Client tugmasiga marta bosamiz va mana bizga hisobimizga qo'shildi. Demak, bu sarmoyasiz ishlash bo'limi. Buni ko'rsatib o'tdim. Endi mana bu yerdagi 3 ta chiziq ustiga marta bosaman. Videoni diqqat bilan tomosha qilsangiz, saytdan chiqargan pullarimni ham, ya'ni kelib tushganini ham hammasini ko'rsatib o'taman do'stlar. Bu yerda games bo'limiga kiramiz. Leveldan levelga o'tishimiz uchun mana shuni to'ldirishimiz kerak. Mana silverdan goldga harakat qilyapman. Men goldga o'tishim uchun 50,000 tron saytda оборот qilishim kerak. Shunda men mana silverdan goldga o'taman. Keyin yana o'sha soatiga oladigan tronlarim ko'payadi. Qanday qilib leveldan levelga o'tish hozir ko'rsatib o'taman. Mana 27,467 ta tron aylangan. Dice o'yiniga kirib olaman. Buni har xil strategiyalari bor. Level oshirishni do'stlar kommentariyga yozib qoldirsangiz o'rgatib o'taman qanday qilib level oshirishni. 2 trondan tikdim, bir marta bosdim, yutqazdim, 2 marta bosdim, yutdim, yana bir marta bosdim, yutqazdim. Shunaqa qilib bosib o'ynaysiz. Xo'p, 3 marta. Hisobimizda hozir minusga tiqmasak bo'ldi. Xo'p, 10 ta 12 ta hisobimizga qaytdik, yana yutqazdik. Shunaqa qilib bosib o'ynaysiz. Mana 14 ta 2 tron plyusga chiqdik do'stlar. Hozir оборотni ko'rsataman sizlarga. Yana qaytadan faucet bo'limiga kirib olamiz va bu yerda mana 27,489 ta tron bo'ldi. Shunaqa qilib оборот qilish orqali leveldan levelga ko'chib boramiz do'stlar. Endi
bu yerda depozit bo'limini bosamiz. Ya'ni biza albatta saytdan pul ishlab olishimiz uchun albatta saytga depozit qilishimiz kerak. Bu ixtiyoriy do'stlar, sizlarni majburlash yoki moliyaviy maslahat emas, bu ixtiyoriy. Barchaning o'zining ixtiyorida. Saytga pul kiritishimiz uchun depozit bo'limini bosib, mana bu yerdagi manzilni kopirovat qilib olasiz va Binance приложениесini yoki boshqa bir kashiloklardan mana shu manzilga Tron TRK20 adresiga Tron yuborasiz va saytga kelib tushadi do'stlar Tronlar. Bu yerda men kiritgan pullar mana pul kiritganman ham do'stlar, chiqarganman ham. Ko'rib turgan bo'lsangiz juda ham ko'p. Endi bu yerdagi 3 ta nuqtani ustiga yana bir marta bosib, withdraw tugmasini ustiga bir marta bosamiz do'stlar. Bu yerda mana pul chiqarib olishimiz minimalniy summa 7,5 tron hisoblanadi do'stlar. Komissiyasi 0.1 tron komissiya tutib oladi. Bu yerga o'sha любой bir nimadan xo'p do'stlar, любой bir o'sha приложениеdan Tron TRK20 adresini kopirovat qilib olish yo'liga qo'yamiz va bu yerdan o'sha chiqarib olmoqchi bo'lgan summani kiritib, mana bu yerdagi kapchani bosamiz, rekapchaga o'tkazib kapchani teramiz va withdraw tugmasini ustiga marta bossak, pullarimiz hisobimizga kelib tushadi. Mana men hozir 3 soat oldin chiqarishga qo'yganman 50 tron 16 dollar do'stlar, ya'ni 16 dollar 21 sent chiqarishga qo'yganman. Mani pullarimni to'lab bergan, mana komplet deb yozib qo'yibdi 3 soat oldin. Bir kun oldin 10 dollar, 3 kun oldin 19 dollar, 3 yil oldin 3 dollar. Bu saytni ko'pdan beri ishlataman do'stlar, 100% to'lab kelmoqda do'stlar. Sizlarga hozir kelib tushganini ham ko'rsatib o'taman. Mana do'stlar, bu Binance do'stlar, mana 2026-yil aprelning 17-si soat 18:26 da 49.9 tron hisobimga kelib tushgan do'stlar. Ko'p turganingizdek sayt 100% to'ladi do'stlar. Bemalol kirib ishlashingiz mumkin. Kimda kim hisobini to'ldirmoqchi bo'lsa, menga aloqaga chiqsangiz, o'zim hisobingizga tron tashlab beraman do'stlar. Bunaqa xizmatlarimiz ham bor. Guruhimizning manzilini mana shu videoning opsiyasida va kommentariyasida yozib qoldiraman. Bemalol shu guruhga qo'shilib olib, men o'zimga shaxsan o'zimga yozishim mumkin. Listchani ham o'sha guruhda qoldiraman, saytning manzili ham o'sha guruhda bo'ladi do'stlar. Barchangizga omad, joninglar sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Sizlar bilan do'stlar internetdagi pul kanali bo'ldi.